Xullas kalom shulki, qiblagohim meni Zikriyo qori domlaga topshirdilar. Bu qorixonada 2 yilda xatm qildim. 14 yoshimda Qur'onni hifz qildim. So'ngra odatga muvofiq qiblagohim tamomiy ulamolarni jam qilib, xatm to'yini o'tkazib berdilar. Hammalaridan dars o'qishim uchun Fotiha olib berdilar. Keyin mulla Eshonqul domlaning huzurlarida ibtidoiy darslarni o'qishni boshladim. Ilmi sarf va ilmi nahvni o'qib, so'ng sharh jomeini boshladim. Yoshligimdan ilmga hirsli edim. Ramazondan ilgari bir oy Qur'onni takror qilish uchun Shohi Mardonga borar edim. Ul vaqtlarda odamlar arava bilan ziyoratga borar edilar. Menda yo'l kira uchun pul yo'q edi. Nochor piyoda borar edim. Bir marta kavushimni yechib, xaltaga solib, yalangoyoq piyada yurdim. Sababi shul ediki, kavushim yirtilib qolsa, bozordan yangisini olish qiyin. Pul yo'q, kambag'alchilik edi. Xullas shulki, men qorilarga ul davr zamonining ahvolidan ozgina bayon qilsam. Xalqimizning kasbi dehqonchilik. Mehnat u kulfat edi arzonchilik. Non desak olib berar zog'orani, chinni kosa o'rniga tog'orani. Ish topolmay yotar edi qum ustida. Tagi teshilgan elak xum ustida. Xalqimizning ko'plari omi edi, chekuvchi, noskashu bangi edi.